qadrli tomoshabinlar, Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Biz ko'rsatuvimiz davomida sizlarga tibbiy tavsiyalarni ulashishda davom etamiz. Bugungi ko'rsatuvimizni Surxondaryo viloyat tibbiyot klasteridan tasvirga olmoqdamiz va bu yerdagi oftalmologiya bo'limida faoliyat yuritayotgan malakali mutaxassislar bizga o'z tavsiyalarini berishni maqsad qilishgan. Ko'rsatuvimizning mehmoni O'ktam Rajabov Rustamich bo'ladilar. Ular bilan ko'zning allergik kasalliklari mavzusida suhbat olib boramiz. O'ktam Rustamich, aynan ko'zda uchrayotgan allergik kasalliklar deganda biz qaysi kasalliklarni tushiramiz? Dastlab keling kasalliklarning turi haqida gaplashsak, undan so'ng har biriga to'xtalib o'tamiz. Biz allergik kasalliklarni surunkali kechadigan va o'tkir namoyon bo'ladigan allergik kasalliklarga bo'lsak ma'qulroq bo'ladi. Bu menimcha tomoshabinlarimizga ham tushunarliroq bo'ladi. Surunkali kechadigan allergik kasalliklar bu masalan bolalarda uchraydigan bahorgi ko'klam katari yoki masalan ko'proq ayollar uchun xos bo'lgan atopik konjunktitlarni nazarda tutishimiz mumkin. Endi bulardan tashqari o'tkir namoyon bo'ladigan allergik kasalliklar bor. Bu hayotimizda ko'p uchraydigan hodisalardan bo'lib hisoblanadi. Bu qanday paydo bo'ladi? Masalan, siz kir yuvish kukunidan foydalanib kir yuvayotgan edingiz. Shu kir yuvish kukuni sizning ko'zingizda sachradi deyarli. Shunda ko'zda allergik reaksiya sifatida shu holat kuzatilishi mumkin. Yoki masalan ko'z ortiqlari, masalan qovoq sohasiga qandaydir masalan allergik yoki zaharli biron bir omil ta'siri natijasida paydo bo'ladigan allergik toksik reaksiyalar bo'lishi mumkin. Mana ko'p uchraydigan narsa masalan hasharot chaqishi. Ko'rgansiz. Masalan hasharot chaqishda biz shunday bir holatlarni kuzatishimiz mumkin. Unda shilliq qavat, teri juda bir fatalniy bir shishib, haligi bir dramatik bir ko'rinish kasb etadi odamlarda. Hali esda qolarli bir o'zgarishlar bo'ladi. Lekin eng asosiy allergik kasalliklar bu albatta bolalarda mavsumiy uchraydigan vernal keratokonjunkt yoki bahorgi ko'klam katari deyiladi. Ko'klam katari nima uchun ko'klam katari deyiladi? Mavsumiy xarakterga ega bo'lganligi uchun bu allergik kasallik ko'klam bilan, ya'ni bahor bilan boshlanadi va kech kuzgacha davom etadi. Bunda bolalar ko'zda qichishish, ko'zga tiqilish hissi, yorug'likka qaray olmaslik, ko'z yosh oqishi, qizarishi, ko'z qovoqlarida ajralmalar paydo bo'lishi, shilliq qavatda masalan bir noxush sezgilar paydo bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Shu kasallik bizda issiq iqlimli o'lkalar uchun juda xos. Men to'g'risi gap bu kasallik to'g'risida bir ma'ruza tarzida bir suhbat emas, bir tushunarli bo'lishi uchun 3 ta o'zimning tajribamdan kelib chiqib 3 ta misol keltirmoqchiman. Marhamat. Bu birinchi misol shundan iboratki, bir bemorimiz Uzun tumanidan edi. Hozir u kishi 30 yoshlarga kirdi. Men endi mehnat faoliyatimni boshlagan paytimda u yigitda ko'klam katarining og'ir darajadagi shakli kuzatilgan bo'lib, u turli shifokorlardan turli bir davo muolajalarini olgan. Davo muolajalarining asorati shu yigitda asoratli katarakta, ya'ni ko'zga tomiziladigan, ishlatiladigan dorilarni nojo'ya ta'sirlarni hisobga olmasdan turib qo'llanilganda ko'zning gavharining xiralashish alomatlari qayd etiladi. Murojaat qilgan vaqtida 13 yashar, 14 yashar yoshda ikkala ko'zning gavhari xiralashib qolgan edi. Bu o'sha bahorgi ko'klam katarini davolashda dori vositalarining nojo'ya ta'sirini inobatga olmay nazoratsiz qo'llashning ham natijasi hisoblanadi. Keyinchalik bu yigitchada ikkala ko'zda ko'z gavhari almashtirilib, hozir u hamma qatori ko'radigan bo'lgan. Lekin masalan shu bolada shu kasallik oqibatida va uni davolashning nojo'ya ta'sirlari natijasida ko'z gavharining xiralashishi holati kuzatilgandi. Endi bir ikkinchi holatni aytishim kerak. Hammamizga ma'lum 2020-yilda biz COVID-19 pandemiyasini boshimizdan o'tkazdik. Shu pandemiya vaqtida hamma joylar yopiq, hali yo'llarda harakatlanish cheklangan. Shu vaqtda bir 10 yashar bolachani olib kelishdi qabulga. Ikkala ko'zdan shunday yeringli ajralma, shunday bir kipriklar yopishib qolgan, bechora bolacha hali ko'zini ocha olmaydi, juda qiynalgan edi. Chunki boyagi karantin bilan bog'liq cheklovlar,
bolani o'zini haligi nima deydi kasalligi hammasi bolada o'zini aksini topganda bolada shunday bir qiynalish belgilari bor. Bolani tekshirib ko'rganimizda bolada ko'klam katarini og'ir darajasi. Shu ko'klam katarini og'ir darajasida yuqori qovoqning tarzal konjunktivasida tosh yo'l belgisi deydi. Follikullar va papillar so'rg'ichlar katta bo'ladi-da, keyin u doim shoh pardani tirnab turadi. Doim tirnab turgandan keyin shoh pardada epiteliy ko'chadi. O'sha yerda aseptik qalqonsimon yara paydo bo'ladi. Shu yara bolada keyingi 3-4 oy davomida kuzatilgan va yiringli asorat bilan namoyon bo'lganda vaqtida davolangan. Ana shunday, ha. Birinchidan ota-onaning shu narsaga e'tibori sus bo'lgan. Ikkinchidan bola qandaydir bir vaziyatlarda birgalikda kelishi natijasida o'zining dardiga ota-onani kechroq jalb etgan. Shu vaziyatda biz shu bemor bolani shifoxonaga yotqizib davolaganmiz va undan tashqari ambulator sharoitda biz shu bolani bir necha oy kuzatib, shu bolaning ko'zidagi yarani to'liq sog'ayib ketishiga erishganmiz. Aslida bunday holatlar juda qiyin davolanadigan holatlar hisoblanadi. Chunki bu yerda bir necha omillar kasallikni keltirib chiqaruvchi omil vazifasini bajaradi-da. O'ktam Rustamovich, xalq orasida shunday o'z boshimchalik bilan qo'yiladigan tashxis bor. Ko'zimiz qizardimi yoki yiringladimi yoki qichishyaptimi? Shamollabmiz. Shamollabmiz, ko'zimiz shamollabdi yoki ko'zdan sal bir ajralma keldimi? Ko'zing shamollabdi deb aytamiz bir-birimizga va men mana bu narsani ishlatgan edim, yaxshi bo'lgan edim deb bir-birimizga tashxis ham qo'yib qo'yamiz. Albatta. Lekin hozir sizning so'zlaringizdan, ta'riflaringizdan shuni anglayapmanki, biz oddiy deb bilgan shamollash yoki biz oddiy deb bilgan o'sha oddiy qichish ham keyinchalik ko'zni asoratlangan kasallikka olib kelishiga sabab bo'lar ekan. Hozir teletomoshabinlarimizga mana shu allergik ko'z kasalliklarini aynan klinik belgilari, kalit nuqtalari, o'sha shamollashdan farqli tomonlarini bir sanab o'tsangiz va to'g'ri tashxis sabab ular o'zlariga to'g'ri davo chorasini izlashsa. Bilasizmi, Ali, bu yerda umumiy bir qiziq bir holat bor-da. Mana shu yallig'lanishda ham ko'z kasalliklarini boshqa turlarida jarohatlar yoki masalan allergiyalar va shularni umumlashtirgan holda biz ko'zning qizarishi sindromi deymiz. Qizil ko'z sindromi deymiz. Bu qizil ko'z sindromi, ya'ni ko'zda shu shilliq qavatida qizarish belgilari bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar majmuasi. Bir necha turdagi kasalliklar kiradi, jumladan allergiyalar, jumladan shu infeksion yoki noinfeksion yallig'lanishlar. Masalan, infeksion yallig'lanish deganda biz ko'p uchraydigan notoza qo'llar kasalligi, konjunktivitlar. Bilasizmi, ajdodlarimizdan bir chiroyli bir haligi sermazmun bir naql qolgan. Qornim og'rimasin desang deydi, nafsingni tiy deydi. Ko'zim og'rimasin desang deydi, albatta qo'lingni tiy deydi. Ya'ni qo'l bilan hadeb masalan ko'zga teginish, ayniqsa notoza qo'l bilan joiz emasligini hatto o'sha qadimgilar ham bilgan. Endi boya bir chiroyli bir so'zni aytdingiz. Menda yaxshi natija berdi, sizga ham tavsiya etaman. Bu bilasizmi, juda bir kechirasiz bir nojoiz tavsiya desak ham bo'ladi-yu, bir ham kulgili tomoni ham bir nima deydi, achinarli tomoni bitta narsadaki, shu tavsiya qilinayotgan odam albatta shu tavsiyaga amal qiladi-da, aksariyat paytda. Bu o'sha dori sizga kerakmi, kerak emasmi degan bu xayol o'sha yerda bu odamni eng oxirgi o'ylaydigan narsasi bo'ladi-da. Shuning uchun mana shu yerda hozir men sizga bitta narsani aytishim kerak. Ko'zda og'riq bo'lsa, ko'zda qizarish bo'lsa, ko'zdan yosh oqsa, yorug'likda qamashishisi bo'lsa, siz bir kun, 2 kun yoki ma'lum bir muddat oldin ma'lum bir faoliyat turlari, masalan, bolgarka ishlatgan bo'lsangiz, charx ishlatgan bo'lsangiz, yo bir ustaxonada bolg'a bilan temirga ishlov bergan bo'lsangiz, yoki masalan bir kun avval yo 2 kun avval siz chang to'zonda agar yurgan bo'lsangiz, bunday vaqtda dori tomizish emas. Albatta shifokorning qabuliga borib mukammal bir tekshiruvdan o'tish kerak. Sababi nima? Ko'z kasalliklari, ayniqsa mana yiringli, yallig'lanishli kasalliklar bir necha soat davomida
juda bir og'ir qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz, oila a'zolaringiz yo masalan bir sinfdoshingiz yoki tanishingizni tavsiyasi bilan davolanishga urinish bu to'g'risi gapki, oxiri berk ko'chaga kirish bilan barobar bo'ladi. Endi so'zimiz boshida masalan allergiyalar masalasiga keladigan bo'lsak, e'tiborlaringizni shu narsaga jalb qilgan bo'lardim va aytganimdek, bu kasallik ko'klam, ya'ni bahor fasli boshlanishi bilan boshlansa-da, keyin mana kunlar isishi, quyoshli soatlarning ko'payishi, biz masalan bizning yurtimizda quyoshli kunlar davomiyligi 300 kundan ziyod. Ya'ni shu 300 kun davomida bizda shu allergiya ko'klam katarini qo'llab-quvvatlovchi omillardan bittasi mavjud. Endi bunday bemorlarda nima kuzatiladi? Avvalambor ko'zda yot jisim hissi. Ya'ni ko'zingizga masalan bir qum kirganday, yo bir qichishganday, yo bir haliga nima deydi, bir narsa bordek his paydo bo'ladi va siz nima qilasiz? Ko'zni uqalaysiz. Uqalaganingizdan keyin ko'zda nima bo'ladi? Ko'z ta'sirlanadi, konjunktivasi. Ko'zning konjunktivasi bu limfoid to'qima bo'lganligi uchun u shishga va to'laqonli bo'lishga, giperemiyaga moyil bo'ladi. Ya'ni qizarishga moyil bo'ladi va shishga moyil bo'ladi. Qizarishga moyil bo'lgandan keyin albatta konjunktiva shishadi. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin shilamshiq, cho'ziluvchan bir ajralma paydo bo'lishi mumkin. Xuddi mana shu narsa masalan notoza qo'l bilan bajarilsa, ko'zga ikkilamchi mikrob infeksiya tushishi natijasida biz konjunktivit hosil qilamiz. Konjunktivit hosil bo'lganda bunda yiringli ajralmalar miqdori ko'payadi. Kipriklar yopishib qolishi erta bilan, boshqa haliga nima deydi, nojo'ya bemorga yoqimsiz bir belgilarning qo'shilishi bilan namoyon bo'ladi. Undan tashqari bemor yorug'likka qaray olmaydi. Ko'zda qamash his paydo bo'ladi. Eng ko'p belgilar ko'z yosh oqishi, yorug'likda qamashish, ko'zning qizarishi, ko'zda yot jism hissi, qichishish, mana shu narsalar bemorlarni juda bezovta qilishadi. Endi bu kasallik ba'zi odamlarda shu darajada yengil o'tadiki, tasodifiy tibbiy ko'rik natijasida siz aniqlashingiz mumkin. Lekin ba'zi bir bolalarda shunday bir og'ir o'tadi, u bolalarda ko'zini ochishi bir mushkul holat bo'lib qoladi. Ko'z qizargan, konjunktiva shishgan va ikkala qo'l ko'zda shu bolalar hatto osona hatlab ko'chaga chiqishga qiynalib qolishi mumkin. Endi boya aytganimdek, kasallikning o'zi bir muammo bo'lsa, uni davolash ikkinchi muammo. Lekin mana shu yerda bir Abu Ali ibn Sinoni bir chiroyli rivoyati bor. Abu Ali ibn Sino bilan bog'liq bo'lgan. Buni bizlarga ustozlarimiz ko'p aytgan. Abu Ali ibn Sino bemorga aytgan ekan, biz 3 kishi. Men tabib, siz bemor va xastalik. Agar bemor bilan tabibning fikr bir joyda bo'lsa, maqsadi bir bo'lsa, u xastalikni yenga oladi. Lekin xastalik bilan bemor birga bo'lsa-chi, unda tabibni yengishadi. Bu xuddi mana shu xastalik uchun ham xos bo'lgan gap. Ya'niki ko'zdagi allergik kasalliklarni davolashda birinchi talab qilinadigan narsa bu sobit qadamlik. Sobit qadamlik degani shundan iboratki, shifokor tavsiyasi va bergan sxemasi bo'yicha davolanish to tabib shifokor bu tavsiyani o'zgartirmaguncha davom etishi kerak. Ya'ni ba'zi bir bemorlarimizda kuzatadigan holatimiz nima? Bemorlarimiz va ularning ota-onalari bitta narsa, birinchi xato qiladigan xatoliklari, buyurilgan dorini bir hafta 10 kun davomida tomizishadi-da, bemorning holatda yaxshilanish paydo bo'lgandan keyin o'zboshimchalik bilan to'xtatishadi. Men doim aytaman ularga. Bahorgi ko'klam katari bu yuqori nafas yo'llarining tumov yoki shamollash kasalliklari emas. Bir hafta 10 kun ichida yaxshi bo'lib ketgan. Bular mavsumiy, surunkali, kechish xos bo'lgan bir kasalliklar jumlasiga kiradi. Ya'ni bularda mavsumiyat xususiyati bor. Bular uzoq muddat kechish xususiyati bor. Bularda ma'lum bir rejimni haliga rioya qilish talab etiladigan joyi bor. Bundan tashqari bemorni biz nafaqat dori bilan davolashimiz kerak. Bemor uchun biz muhim bir gigiyenik talablarni ham tavsiya etishimiz kerak. Bular nimalardan iborat bo'ladi? Avvalambor quyoshdan himoyalovchi ko'zoynaklar. Ikkinchi, quyoshdan himoyalovchi soyaboni bor bosh kiyim. Bularga masalan turli darajadagi kepkalar, panamalar kirishi mumkin.
va eng muhim xususiyatlardan bittasi shundan iboratki, bunday bolalarda masalan changdan, turli o'simliklarning gul va haligi nima deydi, allergiya chaqirishga moyil bo'lgan hosilalardan, mahsulotlardan ham tiyilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari yana bitta juda bir ajoyib xususiyatki, mana biz 21-asrda yashayapmiz. Hozir zamonaviy hayotimizni ajralmas bo'lagiga aylangan qo'lingizdagi mobil aloqa vositalari, gadjetlar. Hozir masalan, agar biz so'rovnoma o'tkazadigan bo'lsak, agar bu telefonni biz shu yaratuvchi odamlarni maqsadi bilan agar tahlil qiladigan bo'lsak, biz bor yo'q 1% holatdagina uni asosiy ko'rsatmasi bo'yicha ishlatyapmiz. Qolgan vaqtda bundan biz multimedia vositasi sifatida foydalanamiz. Ko'ngil ochar maqsadda. Ana shu allergiyasi bor bolalarda ham shu telefon vositalarining ishlatilishi boya kasallik belgilarini yanada og'irlashishini keltirib chiqarishi mumkin. Qanday qilib degan savol berishingiz mumkin. Avvalambor telefon ko'zda quruq ko'z sindromini paydo qiladi va kuchaytiradi. Doimiy tarzda ko'zning shilliq qavati ta'sirlanib turuvchi allergik kasalliklarda ko'zning namlanishi bilan bog'liq bo'lgan katta bir muammo bo'ladi. O'sha muammo sizning telefonni ishlatish bilan bog'liq bo'lgan holatingizda og'irlashadi. Ya'niki bolaning boyagi allergiyadan tortayotgan azobi 1 yoki 2 hissa ziyodroq bo'lishi nazarda tutiladi. Shuning uchun faqat dori vositasi bilan davolanish nazarda tutilmaydi. Bu yerda birinchidan bolani sanitar va maishiy holatini ham inobatga olish kerak. Albatta, ayniqsa hozirgi kunlarda yoz mavsumida cho'milish havzalariga ko'proq bolalar oshiqishadi. Men ham o'z tajribamda kuzatganman. Uyda kichik basseynda farzandlarimni cho'miltirganimda ko'zida shunday bir narsa chiqdi. Oylab yaxshi bo'lmadi. Aynan hozir yoz mavsumi bo'lganligi uchun bizni kuzatib turgan ota-onalarimizga bu holat takrorlanmasligi uchun, ko'zda bir yot holatlar paydo bo'lmasligi uchun ham tavsiyalar berib o'tsangiz. Bilasizmi, o'zi aslida mana shu suv havzalarida cho'milayotgan paytda ko'zga himoya ko'zoynagini taqib olish lozim. Nima uchun? Sabab shundan iboratki, masalan, suv havzalarida turli-tuman kimyoviy vositalar bilan ishlov berilgan bo'lishi mumkin. Bu xlor saqlovchi vositalar bo'lishi mumkin. Ko'pincha basseynda eng ko'p yuqadigan narsa bu birinchidan infeksion konjunktivitdan ko'p yuqadi. Bu bo'lishi mumkin oddiy xlamidiyali konjunktivitdan boshlab o'sha basseynni zararsizlantiruvchi uchun ishlatilgan kimyoviy vositalarning ta'siri natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar masalan suv havzalarida agar cho'milish zarurati yoki masalan imkoniyati paydo bo'lsa, albatta ko'zni himoyalash uchun himoya ko'zoynaklardan foydalanish kerak. Himoya ko'zoynagini ishlatishdan avval oqar suvda bayaq ko'zoynak ikki tomonlama yuvib olinishi lozim. O'shandan keyin ko'zga taqish kerak. Bilasizmi, bu narsa o'zi asli shunday qilinish kerak-ku, lekin afsuski bizlar bu narsadan juda kam foydalanamiz. Endi teletomoshabinlarimizga mana shu allergik kasalliklarni davolashning zamonaviy usullari haqida so'zlab bersangiz. Bilasizmi, hozir farmatsevtika sanoati shu qadar rivojlanib ketdiki, bu rivojlanishni biz inqilobiy deb aytsak bo'ladi. Hozirgi shifokorlarda zamonaviy arsenalda bilasizmi, juda ko'p dori vositalari. Bu dori vositalaridan samarali foydalanish orqali biz bemorlarda allergik kasallikni qo'zishining oldini olishimiz mumkin va qo'zigan allergik holatni bartaraf etishimiz mumkin. Yana bir so'zimizni avval boshiga qaytadigan bo'lsak, dori vositasini ishlatilishi va uning samaradorligi shifokor bilan bemor va uning yaqinlari o'rtasidagi muloqotning o'zaro anglashilganlik darajasiga bog'liq. Agar biz dori vositalaridan samarali foydalansak, bemorlar va ularning yaqinlari tavsiyalarni aniq bajarishsa, mening fikrim bo'yicha biron bir allergik kasallik yo'qki, bu dori vositalari ta'sirida yaxshi bo'lmasa.
bilasizmi, oftalmologiya sohasida allergiyani davolasa bo'ladi. Ayniqsa mana shu ko'klam katarini o'zimizda shaxsiy amaliyotimizdan, kuzatuvlarimizdan shunday xulosaga kelamanki, ko'klam katarini har qanday darajasini hozir davolasa bo'ladi. Faqatgina buning uchun bemorning o'zi e'tiborli bo'lib, tibbiy ko'rikka kelib, shifokorning tavsiyasini olish kerak va to'g'ri tashxis, to'g'ri davoga yetaklaydi. Agar davolanmasa, ko'zning allergik kasalliklari qanday asoratli holatlarga olib boradi? Bilasizmi, davolanmaslikda iloji yo'q. Sababi allergik kasalliklar e'tiborni jalb qiladigan holat. Chunki bolada doimiy ko'zning ta'sirlanishi belgilari bo'ladi. Bola o'zini besaranjom sezadi. Bolada doimiy noqulaylik. Bu bilasizmi, bolada haligi ijtimoiy bir nuqson, komplekslar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Undan tashqari doimiy yallig'lanish, doimiy allergiya ko'z qovoqlarining shaklining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Ko'zda masalan doimiy qizarish, doimiy yallig'lanish o'ziga xos bir insonga nisbatan antipatiyani jamiyatda uyg'otishi mumkin. Bu ham o'z navbatida ijtimoiy bir qandaydir bir odam o'zini nuqsonli his etishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi bu kasallikning bir jihati. Endi keyingi jihati nimadan iborat? Keyingi jihat shundan iboratki, davolanmagan taqdirda boyagi so'zim boshida aytganday shoh pardaning aseptik qalqonsimon yaralar paydo bo'lishi mumkin. Va bu yaralar keyinchalik shoh pardaning chuqurroq shikastlanishi va shoh parda emas, nafaqat shoh parda, ko'z ko'ruv organining halokati bilan tugaydigan asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu juda jiddiy kasallik. Bilasizmi, bu kasallik insonning eng nozik nuqtasi qayerda desa, uning og'rigan joyida degan ekanda birov. Ya'ni kimnidir haligi nozik nuqtasi tishda bo'lgan bo'lsa, kimnidir shu allergiya bo'lgan ko'zda bo'ladi. Endi ota-onalarga men bitta narsani doim aytib kelaman. Siz farzandingizni nafaqat buguni, balki ertasini o'ylashingiz kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun birinchi navbatda mutaxassisga borib, shu olayotgan muolajalarni, qo'yilgan tashxis to'g'risida mumkin qadar mukammal tasavvurotga ega bo'ling. O'sha shifokor tomonidan berilgan tavsiyalarni hammasini iloji bo'lsa yig'ib boring. Har bir bolaning, bemorning uyida alohida bir o'ziga xos bir arxiv bo'lishi kerak-da. Mana shu dorini ishlatdik, natija mana bunday bo'ldi. Va albatta keyingi safar shifokor ko'rikka borganda siz anamnez masalasida sizga savol berilganda albatta shu jihatlarni ta'kidlab o'tishingiz lozim. Chunki bilasizmi, bitta qiziq narsa borda, bizlarda bu aytganday qo'shnisining tavsiyasi bilan masalan davolanadigan odamlar bor. Ba'zi bir odamlar borki, masalan shifokor tomonidan berilgan tavsiyaga asosan dori vositasini oladida qo'llab, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana shu dori vositasining nomini ham eslay olmaydi. Ana shunday vaqtda biz shifokorning avvalgi ko'riklarida olingan tavsiya qog'ozlari deylik, yo retseptlar yoki masalan ko'rik xulosalarini albatta yig'ib borsalar, keyingi safar shifokor ko'rikka borganda o'sha xulosalarni taqdim etsalar juda ma'qul bo'ladi. Chunki biz har bir bemor uchun individual davolash tartibini tavsiya etishimiz kerak. Bilasizmi? Butun dunyoda masalan 8 milliard aholi bo'lsa, yo 7 milliard aholi bo'lsa, bir-biriga aynan o'xshaydigan ikkita odam yo'q. Hatto egizaklarda kasalliklar turlicha kechishi mumkin. Bu hozir rasman tan olingan bir ilmiy qarash hisoblanadi. Shuning uchun masalan sizni farzandingizga ta'sir qilgan narsa sizga yoki sizning masalan boshqa bir qarindoshingizga yaxshi ta'sir qiladi degani emas. Shu sababdan hozirgi zamonaviy farmatsevtika yutuqlaridan agar foydalanadigan bo'lsak, biz juda bir chiroyli natijalarga erishishimiz mumkin. Albatta, bunda vatanimizda yoki xalqaro tibbiy hamjamiyat tomonidan qabul qilingan klinik protokollarni inobatga olgan holda. Ya'ni nima demoqchiman? Biz hozir alohida bir jamiyat emasmiz.
biz jahon hamjamiyatining bir qismimiz. Ya'ni masalan boshqa davlatlardagi ilg'or ilmiy qarashlar, ilg'or haligi davolash usullaridan biz bahramand bo'lishimiz kerak va shu orqali biz shu xalqimizga yetkazayotgan tibbiy xizmatimizni sifat darajasini o'shalarning darajasigacha yetkazishga harakatimiz qilish kerak. Albatta. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, ko'z eng noyob a'zo va uni asrash insonning o'zini qo'lida. Chunki ko'z tomonidan bo'layotgan kasalliklarga ko'pincha insonning o'zi ham sababchi bo'lib qolar ekan. Endi bilasizmi, ko'zning nechog'lik muhimligi to'g'risida qancha gapirsak kam. Bir vaqt bir ulamo bir rivoyatni so'zlab beradilarki, shu ko'zni ko'rish qobiliyatini, shukronasini ado etish uchun agar kerak bo'lsa 500 yillik toat ibodat kifoya qilmas ekan. Ustozimiz bir vaqt shu ko'rish masalasida bir misol keltirganlarida shu glaukoma kasalligi bo'yicha bir ma'ruza o'tayotgan edilar. Keyin aytdilarki, bir soniyaga hamma ko'zini yumsin va 5 gacha sanang dedilar. Bu 5 sekund. Bir soniyada siz ko'zingizni yumdingiz, hamma shu auditoriyada va 5 sekund davomida ko'zingizni yumuq holda turdi. Shunda glaukoma sababli ko'rish qobiliyatining yo'qotilishining bu doimiy xarakteriga misol keltirdilar o'sha. Ya'ni demoqchimanki, masalan, ko'rish qobiliyati yo'qolsa, tiklanmaydigan holatlar bo'ladi. Masalan, ko'z gavhari xiralashsa, to'liq yopilsa, inson yorug'lik bilan qorong'ulikning o'rtasidagi farqni bilishi mumkin. Lekin glaukoma sababli ko'z ichki bosimining shikastlovchi darajada ko'tarilishi sababli ko'rish qobiliyatining yo'qotilishi natijasida paydo bo'ladigan ko'rlik davolanmaydi. Hozircha uning davosi yo'q. Endi mumkin kelajakda qandaydir bir o'zgarishlar bo'lib, qandaydir fan yutuqlari natijasida biz buni ham davolashga erisharmiz, lekin ayni damda glaukoma natijasida paydo bo'ladigan ko'rlikka davo yo'q. Albatta, qadrli tomoshabinlar, shifokorimiz, mutaxassisimiz Rajabov O'ktam Rustamovichning so'zlarini, aynan tavsiyalarini siz ham tingladingiz va ushbu ma'lumotlar, tavsiyalar sizlarga ham manzur bo'ldi degan umiddamiz. Haqiqatdan ham ko'z bizning noyob a'zomiz. Shunday ekan, bizning eng noyob qobiliyatimiz, ko'rish qobiliyatimizni asrash o'zimizning qo'limizda. Bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun, vaqt ajratib, teletomoshabinlarimizga yo'llagan tavsiyalaringiz uchun o'z tashakkurimizni bildiramiz. Qadrli vohadoshlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvida ko'rishguncha.